Roma safida fevral oyining eng yaxshi futbolchisi Eldor Shomurodov qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggi soniyalarida Atletik Bilbao darvozasiga gol kirityapti do'stlar. Va Romadan Olimpico stadionida ajoyib remontadi. La verso Shomurodov, il controllo, Shomu che entra in area, Shomu ancora il rimpallo, Shomurodov! Yevropa Ligasida bunday o'yinlarning ahamiyatini bilasiz, hattoki ispan nashrlari ham bu haqida yozmoqda. El Chiringuito Sport hammasi Shomurodov gol kiritib, Atletik Bilbaoni qiyin vaziyatga solib qo'ygani haqida yozmoqda va hozirda o'yindan keyin Eldor bergan intervyuni o'zbek tilida birgalikda tomosha qilamiz. Vamos. Ochig'i, Olimpico stadionida so'nggi daqiqada gol kiritganimdan juda ham xursandman. Bu aql bovar qilmas. Endi biz xotirjam bo'lib, bizni oldinda kutayotgan keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Oldindagi o'yinlar ham biz uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli bor e'tiborimiz keyingi o'yinlarga qaratilgan. Juda ham qiyin o'tgan o'yinda Roma oxirigacha kurashdi va xarakter ko'rsata oldi. Albatta, sababi bizga murabbiy o'yinning so'nggi daqiqalarigacha kurashishimizni va maydonda borimizni tashlashimiz kerakligini aytadi. Va albatta biz mana shunday o'ynashda davom etamiz. Bugungi o'yinda ko'rdikki, bunday munosabat o'z so'zini aytadi.